Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Barcha maqtovlarimiz, zo'rlovlarimiz, shukrlarimiz alamlarning Robbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi. Hamda endi aning suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizni turlaridan chiqqan salovat shariflarimiz bo'lsa edi inshaalloh. Endi Alloh subhanahu va taola bizlarni shusha o'zining yurti bo'lgan ko'rkam binasida, ya'ni Alloh taolaning masjidlarida endi mana yillik shunda ko'rishamiz. Hamda endi mana hozirgi masjid qo'ysida biz o'tiramiz. Bu endi bek burungi deb aytsak da bo'lar shunday masjid ham endi boboylarning tirishligi bilan 1891-yilda solingan. Hamda endi shu vaqtdan beri avuldan endi ikki mahalla bo'lgan, hamda shu ikki mahallada endi ishlab keladi. Shu masjidlarda juma namozlari, kundalik 5 vaqt namoz endi o'tala. Hamda shu vaqtdan endi bu masjidlar solingan ham bugungi kunga qadar shu sifatli yasalishi tuzilishi bilan bugungi qadar endi xalqqa xizmat etadi. Xalqqa xizmat etadi. Hozirgi vaqtda endi albatta avulda ikki masjid bo'lu sababli endi tub vazifalar kundalik namozlarimiz tosh masjidda o'tadi. Endi bu masjidni biz foydalanamiz. Shu g'ayib bayramlarida, Uroza bayramida, Qurbon bayramida shunda endi yig'ilib xalq bilan ikki masjidda g'ayib bayramlari o'tadi. Shu masjidlar bizda endi g'ayib va'zlarin bir va'z bilan bora tegi masjidda söylengan bu masjidda ishitilib, hamda endi g'ayib namozini ikkisini ayirib etib o'qiymiz. Hamda elhamdülillah endi Alloh taolaning bu rahmati shu masjidlarimizni endi kelajakda albatta endi ilikkiga nega qaytib xalqni dinga kiritib masjidlarimiz xalqda axloqiy tarbiya berib, endi xalqning axloqiy o'sishini tag'inda o'stirib, shunday yaxshi o'rnak bo'lib, hamda endi shu masjidlarimizda albatta mana ilik bo'lg'ach, endi bu masjidga ehtiyojlik zo'r bo'lgan, ham 5 vaqt kundalik namozda o'qilib turgan. Hamda endi masjidda namoz o'qiy turgan o'ringina tug'il, ham musulmonlarning yig'ilib kundalik turmushida nima masalalar tuva, u masalalarni chekitib shisharga bo'la, endi xalqlarimiz shu masjidlarni foydalanganlar shunday yoqdan. Hamda endi diniy bilim beruv, tarbiya beruv, chunki endi Rizolatdin Faxriddinning so'zlari bor, tarbiyaga o'rgatmau, u tarbiyasizlikka endi o'rgatuv degan. Ham bugungi kunda ko'ramiz ko'p ota-onalar o'zlarining bolalaridan zo'rlanalar, nechgalar bizni so'zni tinglamaylar, yo'qsa negalar bu kishilarga erib ketar, yo'qsa bu kishiga erib ketalar deb, ammo lekin shuni aytasi kela, olimimiz aytgancha, agarda biz yaxshi tarbiyani bersak, inshaalloh shu masjidlarimizga Allohning yurtlarida albatta u endi birda ishsiz qolmayacak. Shu masjidlarda urug' solinsa, albatta aning endi praktikada da ko'rina. Mana tegi shundan endi 11 yillik bu masjidda mana shu bolalar o'qitgan edik. Men endi mana avlumizning raisi Rashid Rafiqovich shu chaqirtib, endi bunda praktika vaqtida Uroza oyi bo'yi 1 oy bo'yi darslar bordi. Bunda 20 lab shagird o'qidi. Hamda endi u vaqt nalalar kichkinagina edi. Endi mana hozir Allohning rahmati bilan shu avulga imom bo'lib qaytirga to'g'ri keldi. Hamda endi ko'ramiz shu tegi vaqtda o'qitilgan bolalar birinchi bo'lib juma namozlarini masjidlarga hozirgi vaqtda o'quvlarga da birinchi bo'lib keldi. Chunki u solingan imom alhamdulillah u urilib ketmagan, yo'qolmagan, akrinab shu kishining turmush etganda iymoni kuchli sababli, ularning endi axloqlari da butun turli. Hamda endi tegi ko'ramiz, endi ular avuldan boshqa muhitga, Qozongami, boshqa shahargami o'quv yurtlarına ketsa-da, endi aytganlari o'zlari aytadilar narsa deb, shu masjid tarbiyasini ko'rgan bolalar uchun ular bizning endi ko'ngillarimiz tinchdi. Chunki endi ular anda borsalarda shu masjid yo'lini izlaylar, xayrli, yaxshi tarbiyaviy iпташlarni izlaylar, hamda shu aytib biz ularning uchun endi ko'ngillarimiz bir yoqqa tinch bo'lib turadi deb aytadilar. Hamda shunga ko'ra da mana bu masjidlarimizning endi kelajakda da inshaalloh to'lib xalq bilan shunday gullab ishlab turuvi, u endi albatta islom dinining, musulmonlarning izzatini, buyukligini ko'rsata turgan bir faktor bo'lib turadi. Shunga ko'ra endi Alloh taolo endi har barchamizga da iymon boyliklari berib, turmushlarimizga barakat, ilk kunlarimizga tinchlik nasib qilib, birgalab endi Allohning borlig'ini, birligini tanib, shu masjidlarimizning yaxshi xizmat etuvini endi tilab so'rab qolamiz. Albatta endi bu har birimizda da tirishlik kuti. Chunki endi bir imom bo'lgani tugul, qaydadir kimdir ta'dib buzolmagan, ani bolasi axloqsizmikan, qo'ysizmikan, ani imom bilan tarbiyalay tugul. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar."
Siz de şunday ümmetlerden buldunuz di, kaysileri başkalar için örnek bulup durdu. Hem de niçin şolay buldu degende ta'muruna bil ma'ruf diye Allah Teala aytadi. Siz de yaxşılıkka ündüysüz di, naşarlıktan tıyasız di kıymet bilen di. Hem de indi menä şunda her birimiz de bütünübüz de nindiler buzukluğuna göreyken anı iman bağanasıga kaldırıp tugul, her birimiz de nindir bir ölüş köteyken anın bütüün, elbette o inşallah bitecek. Yaxşılıkna ündübüz iken köbübüz bütünübüz birge, elbette o indi yaxşılık köbeyeşek. Hem de indi yaxşılık elhamdülillah o indi kişiler arasında elfet, muhabbet, dostluk, tatuluk buldurup indi yaşayanın rahmetli, bereketli ikenliğini alıp bara inşallah. Hem de indi gelecekte de Allah Teala bizlerden riza bulurluk, şunday dünya durmuşlarında hayırlı, bereketli durmuşlarda yaşayalarımız nasip eylesin. Hem de indi şu köngülsüzlükler, tümenliklerden, günahlardan indi Allah Teala her birini saklavçı, yaxşı, kuvvetli imanlarını bizge nasip kılsın inşallah.